البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت نورت المدينة مرحبا يا خير داع هجرة الهادي ستبقى فجر تاريخ عظيم هجرة الهادي ستبقى فجر تاريخ عظيم وبها الأرواح ترقى نحو جنات النعيم طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت نورت المدينة مرحبا يا خير داع مرحبا يا خير داع Assalamualaikum Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yaxshimisan Fatima? Apam topshirgan ishlarning hammasini qilib bo'ldim. Endi menga shokolad elib bergin. Bo'la, mayli. Top o'ynayotganimni ko'rmadingmi? Birdam saqlab turgin. Menga shokolad elib berdiganga va'da qilgandim-ku. Chaqqan bo'l. Topimni menga shokolad elib bergandan keyin o'ynagan. Fatima bo'ldi qila. Sen va'dangda turmiding? Va'damda turmadimmi? Ha, va'dangda turmiding-ku. Sen bularning va'dasida turmaslik munofiqning alomatlaridan biridir degan so'zni unutib qoldingmi ya? Assalomu alaykum bolalar. Nima deyapsizlar? Alloh bizni va'dasida turmaslikdan Assalomu alaykum. Vaalaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Dada. Nima bo'ldi qizim? Va'dasida turmaslik munofiqning alomatlaridan birimi? To'g'ri aytding qizim. Munofiqlar va'dasida turmaydi. Payg'ambar alayhisalom bir hadisda munofiqning belgisi so'zlisi yolg'on so'zlaydi. Va'da bersa va'dasida turmaydi. Omonat xiyonat qiladi degan. Ali, aldingmi? Assalomu alaykum. Vaalaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Dada, va'da qilgan kishining u vaqtda ish chiqib qolgan bo'lsa-chi? Va'da qilganda obdan o'ylanib qilish kerak. Va'da qilgan kamiz. Cho'qim va'damizda turishimiz lozim. Bu ishga bovam qanday qaraydi ekan? Sizda peknya bova, dadamning aytganlari to'g'rimi? Shundaqmi? Dadanglarning degani to'g'ri. Birovga va'da berganda cho'qim o'ylanib va'da berishimiz kerak. Bova, Ali menga bergan va'dasida turmadi. Menga shokolad elib berman deb qo'yib elib bermadi. Qizim Fatima, boshqalarni to'g'ri tushunishimiz kerak. Bir-birimizning uzrini qabul qilib, o'zaro yo'l qo'yishimiz lozim. Bir donishmand do'sting uzrim bor desa, 70 qitim bo'lsa qabul qilgin. 70 qatmmi? Shundoq qizim, 70 qitim uzrni qabul qilish kerak deb. Va'dada turmaslik yaxshi emas. Bolarim, Xudoyim saqlasin. Ali, sen bu va'da bergankansan, cho'qim va'dangda turishing lozim bolam. Tushundingmi? Endi tushundim bova. Alloh sizdan rozi bo'lsin. Fatima, sendan afv so'rayman. Men berib, sana shokolad yeb kelay. Bolarim, endi payg'ambar alayhissalomning hayoti haqidagi hikoyamizni davomlashtiraylikmi? Ha, shunday qilaylik bova, shunday qilaylik. O'tgan qatim so'zlab naga kelgan edik. Qaysinglar deb baqsizlar. Nega taqay bova? Undaqda Ali, qani sen deb baqina o'g'lim. Payg'ambarimizning onasi vafot bo'lgandan keyin bovasi Abdul Muttalibning himoyasiga o'tgan yeriga kelgan edi. Abdul Muttallib navrisi Muhammadga intayin amroq edi. Uni bekmi yaxshi ko'radi. Nagi basa birli irib boradi. Yenidan bir qadammi nari qilmaydi. Navrisini yeniga olmay turib tamoqmi yemadi. Oylar o'tdi, yillar. Payg'ambarimiz 8 yoshga kirgan yili Abdul Muttallib eg'ir kasal bo'ldi. Saqayishidan umid yo'q. Shunga u
Ballarını اسمعوني yig'ib وبين vasiyat هذه الحياة قد انقطع Sözümge kulak selamlar. وإني لتارككم Men emdi o'rnimdan ولست turmasligim أوصيكم mumkin. بأنفسكم Sizlarga وعيالكم vasiyatim أكثر مما shuki, أوصيكم Muhammadga بابن yaxshi qaranglar. أخيكم عبد Nima الله bo'lishidan qat'iy فإنه nazar, uni وصيتي yolg'iz إليكم qo'ymanglar. Bu ارعوا vasiyatimni شؤونه hargiz واهتموا esinglardan بأمره chiqarmanglar. وكونوا له Sizlarni الأب yaxshi والأم bilasizlar. Uning وإياكم holidan وإضاعته obdan xabar ilinglar. فوالله Uni sizlarga لا omonat أراه qildim. وأعزكم Uni o'z وأرفعكم o'g'linglardek ko'ringlar. وقد Deginingizda qilimizda da xotirjam bo'ling. لست فيه كثيرا Abu Talib. عن Dada, qulluqim sizda. شأن Hashim له jamiyatining عظيم raisligini جدا mendan keyin sen ustunga og'in. Jiyaning Muhammadni o'z ballarining bilan o'xshash ko'rgin. Xotirjam bo'ling dada. Muhammadga obdan qarayman. Bugundan boshlab qarindishinglar Abu Talibning mas'uliyati texmi ig'irlashdi. Ishlarimi ko'payib ketdi. Şoň Muhammadga laýygida garaýanmasa, onuň halidan sizler ýaxşy habar eling. Hemme işni degininiz boýunça qılymyz dada. Xotirjam bolang. Mana يا أبا طالب أنت من سيخلفني في زعامة بني هاشم yalğız qoýanlar ballar. دعوني وحيدا هيا يا أبنائي Şunda qilib, tog'isi Abu Talib, bovisi vafot bo'lgandan keyin وبعد وفاة payg'ambar عبد alayhissalomni المطلب جد الرسول himoyasiga صلى oldi. الله عليه وسلم Abu Talib كفله jamat عمه raisi bo'lgan أبو bilan طالب. bollari ko'p وكان va عمه yomrat هذا edi. في عموم قريش إلا أنه كان فقيرا وذا عيال كثر Bova, bu qandaq gap? Quraysh qabilasining raisi turib namrat bo'lamda? U ko'ngli ko'ksikan, ko'zi to'q, mard odam bo'lib, mol dunyosini hajiga kelgan ziyoratchilarni kutulishga otilgan edi. Abu Talibga hojilarni kutulish vazifasi dadisi Abdul Muttalibdan miros qoldi. Hojilarga berdigan ziyofatni o'z yenidan chiqarib berdi. Shu sababli mol dunyo yig'olmay, turmushi g'o'rgul edi. Payg'ambar alayhissalom buni his qilgandan keyin tangtushlari bilan birga o'ynamay Makka atrofida qo'y beqib, ancha-muncha pul tepib, tog'isining yukini yengilladi. Demak, payg'ambarimiz kichik vaqtida qo'y boqqan ekan-da? Shunda qizim, bu oson ish emas. Lekin bu ish orqali Alloh taolo payg'ambarimizga sabr toqat qilishni o'rgatdi. Bolalar, shuni bilib qilinglarki, Muhammad alayhissalomdan burun o'tgan payg'ambarlarni qo'y boqqan. Shunda qilib Muhammad alayhissalom bu xil turmush orqali Alloh taoloning himoyasi ostida hurmatga sazovor, irodalik, aziz, kamtar bo'lib o'sdi. Payg'ambarimiz 12 yoshga kirganda tog'isi Abu Talib uni Shamga boradigan savdo karvonlariga qo'shib, Shamga ilib bordi. Bu haqda Qur'oni Karimda mundaq deyiladi: لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Bu safarda mundaq bir voqea yuz berdi. حدث أمر غريب. تقصير خرصنا شنطة ذلك يكفقه. Bu Hristiyan rahibi bu Eyranın demek Şam'ı أننا سننزل للاستراحة karvanı muş yerga قريبا من tushirib الدار aram elib olayli. يا للعجب تلك الغمامة ترافقها كالركب ترى ما سرها ular agishib yuradigandu. Tamam. Labbay ustozim. Av kelayotgan karvonni ko'rdingmi? Ha, ko'rdim ustoz. Ularni yenimga boshlab kel. Rahib sizlarni mehmon qilmoqchi degan. Hammasi kelsin. Men mush yerda saqlab turman. Mana hozirli boray ustoz. Abu Talib rahibning da'vatini qabul qilib, karvondagilarni boshlab rahibning huzuriga keldi. وجلوسهم في المجلس يتساءل Bu ayra ularga qarab sukutga cho'mdi. Bulut ularni nimishqa لا agib أرى yurgan في bu الوجوه beklar. إمارات Yüzlərdə غير Allah'ın ما bir عرفت alamet mi فما görünmeydi? سر تلك الغمامة ولما كانت تظللهم
يا سادة، أرجو أن يكون كل من في القافلة قد حل داري وأكل من ضيافتي. عذرا يا سيد القوم، إنما هو نذر قطعته على نفسي ولا أريد أن يقع. Xotirjam bo'lsizlar. Karvandakilarning hammasi mushu. Karvanda faqat tortinchoq bir kichik bola qoldi. Shundoq bir bola qoldi. Ismi Muhammad. Uni yolg'iz tashlab qo'yib, yaxshi qilmabsizlar. Men hammanglarni chaqirgan tursam, nima deb uni yutganmidinglar? Hozirli kirsin. Chiqib Muhammadni Payg'ambarimiz uyga kira-kirmayla rohib Payg'ambarimizning chehridan uningda bir alomat borligini sezib Payg'ambarimizdan ahvol so'radi. Uningdan nima ish qilayotganligini, qisqasi xiyoliga kelgan hamma narsani so'radi. Rohib Payg'ambarimizning javobini olgandan keyin bu bolaning kelgusida katta odam bo'lganligiga ishonadi. U Injilda bishorat berilgan eng oxirgi payg'ambarning mushu bola ekanligini jazm qilib, payg'ambarimizning qo'lini tutib, Allah dunyoga rahmatini yetkazsin deb, mana bu bolani payg'ambar qilib avatdi dedi. Oxirida Abu Talibdan so'radi. قل يا أبا طالب ما يكون هذا الغلام منك؟ Taqsir, u mening o'g'lim bo'ladi. Bu bolaning dadasi allaqachon vafot bo'lgan bo'lishi kerak. Bu bola qanday sening o'g'ling bo'ladi? Qandoq deylar? Hech nimani tushunmadim. Agar rostini aytsam, Rostini aytsam, u mening jiyanim bo'ladi. Dadasi u tug'ilishning oldida o'lib ketgan. Uni men beqiyotman. وهكذا هو لدينا في الكتاب. Kitobimizdami mushundaq yozilgan. Kitobinglardimi? Siz zadini imdavotlar. Men gangrapli qoldim. Mana bu bolani أستخلف بالمقدسات لديكم. Nemishqa? أخاف عليه يهود. فابن أخيك هذا سيكون له شأن لم يسبقه إليه أحد. وإن رأته يهود فلا أستبعد عليه مكرهم. Yahudilar nemish shunday qiladi? اسمع لما أقوله جيدا يا أبا طالب. Abu Talib rahibning bu so'zlarini وبعد أن علم أبو payg'ambarimizni طالب Makkaga بمكانة qaytarib ابن keldi. أخيه محمد صلى الله عليه وسلم وما سيكون عليه في المستقبل عاد به سريعا إلى مكة. Dostum, safar tayyorlig'ing tutdimi? Yaxti bitmidi. Karvon atatigan yo'lga chiqadigan tursa, sen tag'i tayyorlig'ingni tugatmabsan-ku. Do'stlar, sendan yushurmayman. Qo'limda bir muncha mol eshib qoldi. Ularni omonat berib qo'ydiganga Makkada ishonchli bir odam topolmadi. Qanday qilishimni bilolmadim. Kimga omonat qo'ysam bo'lar? Uning ustiga Qurayshning cho'g'larining hammasi bizning karvonda. Makkada ishonchli birarni topolmayaptiman. Mollaringni Abdullohning o'g'li Muhammadga omonat qo'yib ketsang bo'lmaydi. Kimga? Abdullohning o'g'li Muhammadga dedingmi? Ha, dal o'zi. Quraysh ichidagi eng ishonchli kishi. Mollaringni uningga omonat qo'ysang, xotirjam bo'lasan. To'g'ri aytding do'stim, shunda qilay. U ajib ismga kelmoqda. Hozirli uni izlab topay. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom eng ishonchli va rostchil kishi. U shuning uchun Makkada Sodiqul Amin, ya'ni ishonchli va rostchil deb atalgan. Bolarim, bugun payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom haqida ko'p voqealik so'zlar bor. Xudoyim buyursa, davomini kelar qatim aytib beray. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله